Assalomu alaykum ahli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Bugun 2025-yil 23-mart navbatdagi laboyimizga ham chiroyli bugun tungi ashibkani qilib oldik. Laboyimizda egalari YouTube kanalimizdan ko'rib Farg'ona viloyat Dang'ara tuman Oqjar mahallasidan yetib keldilar. Laboni ichlari polni shumizalatsa, pokelari, mavita konteyner pollari bor. Shumizalatsa va ichkarida Penaplex pokeklari bor. Ichlaridan ham polni shunaqa holatda Penaplex shumkalar qilingan. Yoniga mana bunaqa ko'rib turibsizlar. Sondiqlar qo'yib qo'yilgan. Sondiqlar qalinliklarini mana ko'rishingiz mumkin. 1.8 temir listlardan yasalgan bo'ladi. Troslari bor uzilib ketmasligi uchun. Ichkariga arqon kulish, damkarat, aptechkalar siqiladi. Akkumulyator zashta qiladi. Shu holatda qulflanadi. Alohida sotiladi bu. Sondig'i ham poliga rezinkalari Xudo xolasa ertaga keladi. Rezinkalari ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tungi ashibkamiz shunaqa holatda bitadi. Ishlarimiz yoqsa, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Kamchiliklar bo'lsa bemalol yozib qo'yinglar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. 1,5 soatda chiroyli o'rnashtirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.